Kvartirani sotilishida narxdan keyingi birinchi turadigan narsa baribir lokatsiya bo'ladi, to'g'rimi? Ganga metro, G'ofur G'ulom metro bor, shuning uchun tepasidan kvartira obzor qilib beraman hozir. Bu yoq taraf mana kiraverish bo'ladi. Yangi remontdan chiqqan, o'zingiz storyda tanlagan narxga obzor qilyapmiz. Mana bu yoq tarafda zal qismi bo'ladi. 86 kvadrat maydonga ega. 4 xonadan iborat bo'ladi. Asosan 90% mebellari qolar ekan. Hop, mana bu yoq tarafda endi sanuzellar razdельный qilingan. Hojatxonasi, bu yerda mana vannasi bo'ladi. Bu spani nabor ketar ekan faqat. Bu yoqdan mana balkonga chiqsak bo'ladi. Bular qoladi hammasi. Даже mana gazlama shunday narsalar ham qoladi deyaptilar. Boya kirgan joyimiz bu oshxonasi bo'ladi. Infratuzilmasi, korzinka, metro, maktab, bog'cha hamma narsa bor. Bu videoni yaxshi lokatsiyadan zo'r kvartira xohlayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Rasmlarini, lokatsiyalarini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Mana mana shu kvartiramiz 4-etajda joylashgan. 200 metr bilan Ganga metroga chiqsanglar bo'ladi.